Assalomu alaykum otajonisi, yaxshi keldingizmi? Ya xotin bugun kira zo'r bo'ldi. 150 ming ishlab topdim. Otajonisi bera qoling, narigi pullarga qo'shib qo'yaman. Bundan hali 30 mingni zapravka olib qo'yaman. Ha, ertangi obetimga 20 ming olib qo'yaman. 100 ming toza qoldi. Shunisi bo'ladi. Otajonisi 2 kilo go'sht puli-ku, taksichilik qilib tursangiz boyib ketamiz. Xotin, hali o'zim senga indisga ro'mol olib beraman. Hozirda. Adasi yaxshi keldingizmi? Qayerga yaxshi kelaman? Bera boryapti. Mayli, xo'p, nech pul olib keldingiz? 400 ming ishlab topdim. Mayli, xo'p, bera qoling. Yana shoshsan. Qayerga shoshasan? Ha, ertaga ham kiraga chiqishim kerakmi? Ha, moshinaga zagotovka qilib qo'yish kerakmi? Ha, mana 400 ming ishlab topdim. Ha, yana 22 foiz ushlab qoladi. 100 ming ketdi. Ha, buni zapravkasi ham borib janvardi. Ha, 100 ming unga ham ketdi. Mayli, xo'p, 200 mingni bera qoling. Tot qo'lingni. Nima men? Och qoling ichmaymanmi? Ha, 50 ming abet topib qolaman. Hali Jinurga internetdan o'chib qolgan. Unga ham 50 ming ketadi. Ha, mana 100 ming so'm qolibdi. Ha, shuni olib qo'yaman. Adasi, 15 yildan beri kuniga 100 ming so'm olib kelasiz. Hozirgi kunda bunga 1 kilo go'sht ham bermaydi-yu. Go'sht olmay bo'lmasa to'q ol. Adasi, 15 yil oldin senga indiski ro'mol olib beraman deb va'da beruvding. Bo'pti, to'q go'sht ham olmay shu boshingga ro'mol aloqa. Adasi, xavotir olmang, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Boyib ketamiz hali. Qayerga boyimiz? Qayerga boyimiz? Ha, 30 yildan beri kerak qilaman. Hali enimga bir kiyim olganim yo'q. Adasi, insofli bo'ling. Boshingizga do'ppi oldingiz-ku. Bu do'ppini sotib olganim yo'q. Tilat tushib qolibdi. Shuni kiyaverman.